Assalomu alaykum. Serjant Qambar, hujjatingizni ko'rsam bo'ladimi? To'qayev Sanjar Madiyevich. Familiya jiddiy-ku, a? Mobodo Ostonadagi vazirlikning ro'parasidagi binoda birorta qarindoshingiz ishlamaydimi? Ishlasa nima bo'pti? Yo'q, men jiddiy so'rayapman. Qoidani buzgan bo'lsam, rasmiylashtiring bo'ldi. Keyin qo'yib yuboring. Hozir, bir daqiqa aka. Serjant Baurjanov, mashinani noto'g'ri joyga qo'ygansiz. Bu yerda belgi turibdi. Ha, bilaman. Hamkasbingiz hammasini tushuntirdi. Tezroq rasmiylashtiring. Stol tennis bo'yicha chempionatga borishim kerak. Stol tennisga qiziqasizmi? Xuddi prezident kabi. Men hozir kelaman. Yaxshilik qilib, tezroq rasmiylashtiring va qo'yib yuboring. Juda ham kech qolyapman. Bir soniya. Rasmiylashtirishimizni so'rayapti-ku. Diplomat ekanmi? Ha, diplomat. Yana u inglizchada, fransuzchada va xitoychada gaplashyapti. Xuddi prezident kabimi? Xuddi prezidenttek. Kim yozadi? Unda kim yozadi? Bilmadim.